Keling, mana shu guruchdan mazzali qilib, chiroyli qilib sizga oy. Ming bor uzr. Agar silkitganimda guruch to'kilib ketdi. Ma'mur aka. Endi men buni atelibdan qilmayman. Bunday qilib Qo'ying, guruchni tinchgina somsa qilib qo'ya qolay. Nima qilmoqchisiz? ichidan u kurmagi bormi, yo'qmi deb tekshirib. Ma'mur aka, kurmagi bormi, yo'qmi deb shunaqa tekshirmaydi-yu. Nima qilyapsiz? Hamma yo'ni. Voy xudo. Nimaga xavotir olasiz? Baraka topkur. Bizda bilasizmi nima bor? Nima bor? Bizda shunaqa ajoyib chang yutgich bor. Bu faqatgina sizni changingiz emas. Mana bu guruchlarni ham bemalol yutib oladi. Sizni changingiz emas, meni changim nima? Yo xonani changi nima? Xonani changi nima? O'zi shunaqa aytiladi, bilasizmi? Changlariga to'ldi holim desammikin. Qarab turing hozir. Mana buni ustidagi guruchlar Qani? umuman qolmaydi. Sizga ishonaman, Ma'murjon aka. Sal kuchliroq yoqib olasiz, Ma'mur aka. Ma'mur akani o'zlarini kuchlari kuchda. Bosing, qo'rqmasdan bosing, Ma'mur aka, qo'rqmasdan. Aha. Mana bo'ldi. Ketdi. Bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'rdingizmi? Uy bekalari hozir ko'rib turishganda. Men uy bekiman. Uy bekisiz. Mana shunaqangi, aynan mana shunaqangi chang yutgich olaman deb turishibdi hozir Ma'murjon aka. Bu bilan juda ko'p ish qilsa bo'ladi. Faqatgina chang emas, balki suyuqliklarni ham zo'r tozalaydi. Bunga alohida mana bunaqa o'zini anaqalari bor, bilasizmi? Fishkalari bor. Mana bo'ldi. Mana qayerda guruch ko'ryapsiz? Guruch ko'ryapsizmi? Yo'q. Yo'q, umuman. Ko'rdingizmi? Hattoki bu chang yutgichimizni Mayli, sizga chang mumkin. yutgichimizni yana zo'r bir xususiyati bor. Nafaqat balki pilisosni, ya'ni changlarni yutadi, balki orqasini ochib qo'yasizda, ichini suv bilan to'ldirib, boshqa funksiyasini yoqsangiz, xonadagi changni ham tozalab oladi. Romantika. Uni yana alohida anaqasi ham bor, fresh bor, quyib qo'yasiz. Tog' hidi, apelsin hidi, uyingizni hidlari ham o'zgarib turadi.